Hayotda bo'lgan narsani aytaman. Hayotda bo'lgan. O'zbekistonda yashab yurgan bir rus millatiga mansub odam bo'lgan. U O'zbekistonda 30 yil yashagan, 40 yil yashagan o'zbek tilini umuman bilmaydi. Va u ish zarurati bilan Turkiyaga boryapti-da. 3 oy, 4 oy, balki yarim yil o'sha yerda yuryapti, turk tilini o'rganyapti. Turklar bilan turkcha gaplashyapti. O'zbekistonda o'zini vatani. Endi shu yerda yashadim, katta bo'ldim, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonlik. O'zbekistonni mana shu vatani uchun. Va mana shu vatanning davlat tili o'zbek tili. 40 yil davomida o'zini davlat tilini bilmayapti-da, vatanning davlat tilini bilmayapti va ajnabiy yurtga borib, ularning tilini o'rganyapti. Bu nimadan dalolat? Bu bizdagi o'sha milliy nomus yo'qligidan dalolat. Endi ommatan emas, aksariyatimizda ko'pincha shunaqa. Masalan, bu millatchilik emas-da bu narsa. Masalan, millatchilik bilan milliyatchilikni chegarasini aniq qo'yishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Milliyatchilikga umuman millat nuqtai nazaridan bog'lamaylikda bu narsani davlatchilik bilan bog'laylik. Vatandoshlik bilan bog'laylik. Shunaqa. Mani vatanimni davlat tili o'zbek tilimi? Bo'ldi. Men boshqa tilni vatandoshimdan qabul qilmayman. Sen mani vatandoshimmisan? Sen o'zbekcha gapirishga, davlat tilida gapirishga majbursan men uchun. Boshqachasi ham men vatandosh deb tanimayman. Mana shunaqa qarash bilan shakllansak, kimdir kelyapti, boshqa O'zbekiston vatandoshligiga egada, lekin bizga xorijiy tilda murojaat qilyapti. Men javob bermasligim kerak mana shunaqa holatda. Men davlatimni sevgan holatda ham mana shunga javob bermaslik kerak o'zi. Buni prinsip qilib olishimiz kerak. Lekin afsuski bizning odamlarimiz unaqa emas. Men endi o'sha rus zabon fuqarolarimizni, vatandoshlarimizni ham ayblamoqchi emasman. Asosiy muammo o'zbek zabon millatda-da, o'zbek zabon qatlamda. Asosiy qatlamda. Massada. Chunki ular davlat tiliga ehtiyoj sezmagan shu paytgacha mana shu vatanda yashab. Ehtiyoj bo'lmagandan keyin gapirib nima qilaman deydi. Jahlim chiqib ketadi. 30 yil, 40 yil yashab bitta tilni bitta joyda o'rganib ketishingiz uchun 1 yil mana shunaqasiga yetib o'rtadi. O'sha joyda muqim yashab 1 yil ichida xohlagan eng qiyin til qaysi Xitoy tili bo'lsa, agar 1 yil o'sha Xitoyda yashab siz mukammal tarzda o'rganishingiz mumkin-da. 30 yil, 40 yil ichida bu gaplashmaslik bu endi bizni o'zimizni ichki xohishimiz yo'q, ichki bir quvvatimiz yo'qki, o'shanda talab qila olmaymiz. Deylik, boshqa tilda murojaat qilyapti-da, men senga murojaat qilmayman, senga javob bermayman deb turishimiz kerak. Yo, sotuvchiman, boshqa tilda keldim, tushunmayman, o'zbekcha gapir. Davlat tilida gapir deb biz talabni qo'yib olishimiz kerak.